Hammaga assalomu alaykum. Bugun Koreyaning yana bir mashhur universitetlaridan biri Chungang universitetiga keldim. Birgalikda kampusni aylanib chiqamiz. Ushbu universitet ham 100 yildan ko'proq tarixga ega va bilishim bo'yicha kinematografiya, teatr, jurnalistika yo'nalishlari bo'yicha anchagina mashhur. Agarda siz ham shunga o'xshash yo'nalishlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, bu universitetni ham albatta ko'rib chiqishingiz kerak. Endi bo'lsa, sekin kampusni aylanishni boshlaymiz. Bu yoq research center bo'lishi kerak. Kartadan ko'rdim. Bu yerga albatta kirib ko'raman. Chungang universiteti hozir Hankang Han Riverga yaqinmiz. Juda ham yaqin joylashgan. Sekin aylanishni boshlaymiz. Hozirgi bino College of Pharmacy, farmasevtika yo'nalishi ekan bu yoq. Bu yoqda har xil ma'lumotlar berilgan. Donors wall. Mana shu burchak qanday ma'no anglatadi? Juda ham ko'p universitetlarda ko'rdim. Donorlar burchagi bor. Bu universitetda ham bor ekan. Farmasevtika kolleji ikkinchi etajga chiqdim. Bu yoqda o'sha darsxonalar boshlanibdi. Bu narsani oldingi videolarda ham ko'rgandik. Ichkarida laboratoriyalarda qanaqadir suyuqliklar sachrab ketsa, ko'z uchun, ko'z yuvish uchun, bu yoq bo'lsa, ostingizga, kiyimingizga, boshingizga tekkan narsalarni yuvib tashlash uchun emergency showerlar boshqa universitetlarda ham bor. Laboratoriyalar oldida bo'ladi. Mana pusto xona bor ekan, hech kim yo'q. Farmasevtika kollejda. Anchagina katta xona bor ekan bu yoqda. Hali ham farmasevtika kampusning ichidaman. Ajoyib. Hozir aynan bir xil zdaniyani, o'sha farmasevtika zdaniyasini 10-etajiga chiqdim. Bu yoqda ko'rsatmoqchi edim daryoga yaqinligini. Menimcha ko'rinyapti. Han Riverga anchagina yaqinmiz. Bu yoq bo'lsa standart koreyskiy ko'chalar. Bu yoq asosan ofislar 10-qavatda. Universitet ko'rinarmikin desam, yo'q, bu yoqdan ham tashqari ko'rinyapti. Universitet unchalik ko'rinmayapti, boshqa tomondan qarash kerak ekan. Lekin daryo ko'rinib turibdi. Ajoyib. Bitta narsaga e'tibor berdim. Aynan shu farmasevtika kampusda deyarli har bitta kirgan etajimda xuddi shunaqa narsalarni ko'rdim. Juda ham ajoyib. Binodan chiqdim. Bu yoqda basement qavatida har xil kafelar joylashgan ekan. Shularni ko'ramiz. Har xil do'konlar, kafelar. Shunday universitet kiraverishida farmasevtika kampusini tagida McDonald's bor ekan. Bank. Eng asosiysi McDonald's bor ekan bu yoqda. Bu yoq Light Rose Garden ekan. Kechqurun ko'rish kerak bu manzarani. Anchagina katta bino.
Bu binoga ham kirib ko'ramiz, tarixiy binoga. Qaniydir muzey bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin bu yoq ham kampusning bir qismi ekan. Bu yoq ham kampusning bir qismi ekan. Center of Photography. Tepada studiyalar bor ekan. Ko'ramiz. Lekin zinalarni qarang. Dizayni juda ham boshqacha. Aytilganidek, bu yoqda fotografiya uchun maxsus xonalar bor, lekin yopiq. Darslar bo'lyapti xonalarda. Center of Photography. Mana shu bo'lishi kerak, lekin yopiq. 3-qavat. Xonalarning ko'rinishi standart. Bu yoqda ham xonalar. Menimcha bu yoq mediaga aloqador yo'nalishlar bo'lsa kerak, chunki xonalardan o'tib ketayotganda oynadan ko'rinyapti o'sha kompyuterda nima ko'rsatayotgani. Lekin ajoyib. Bu yoqdan sekin chiqaveramiz. Yuqoriga qarab ketyapman. Asosiy qismi yuqorida. Bu yoqdan ham tepaga yo'l bor. Hamma narsa yuqorida. Library. Bu universitet kutubxonasi ekan. Ko'rinishi juda ham ajoyib. Boshqacha dizayn qilingan. Yuqoridagi bino. Ko'ramiz, balkim kirish imkoni bo'lar. Universitet kutubxonasi. Yuqori qismida soat turibdi. Dizayni lekin anchagina chiroyli. Kutubxona. Kutubxonaga kirishning imkoni bo'lgani yo'q. Bu yerda self check-in uchun imkoniyat yo'q ekan. Faqat o'sha maxsus karta bilan kirish kerak. Ba'zi universitetlarda bo'ladi. Nomeringizni kiritib, bir martalik u yerda o'qimasangiz ham ruxsatnoma olib kirsangiz bo'ladi. Bu yerda unaqa narsa yo'q ekan. Lekin tashqi ko'rinishi juda ham ajoyib. Anchagina chiroyli qurilgan. Universitetda yana bir mashhur joyi ko'l. Kichkinagina, ixchamgina ko'li bor. Pastga tushib ko'ramiz. Internetdan qidirganingizda birinchi shu yoq chiqib keladi. Studentlar anchagina ko'p. Kutubxona orqa qismida ixchamgina sport zonasi bor ekan. Juda ham ixcham. Lekin ajoyib. Kutubxonaning orqa qismi universitet tepaga qarab ketgan. Biz bo'lsa bu yoqdagi kampusga kirib ko'ramiz. Social Science, College of Education, Graduate School. Shu yoqlarga kirib ko'raman, keyin bundan pastga tushsa bo'ladi. Pastda har xil haykallar bor. Boya ko'l bor. Bino ichida bir narsa e'tiborimni tortdi. Bu yoqda zinadan chiqishda yozib qo'yilgan. Qancha uzoq ko'tarilsa, qancha kaloriya yo'qotilishi. Hozir 4-etajdamiz. 5-etajga chiqsak 3 kaloriya, 6, 9, 12. Juda ham ajoyib. Boshqa universitetda ham ko'rgandim buni. Bu yoqda ham yozib qo'yishibdi. Boshqa universitetda umringiz qancha uzalishi yozilgan. Har bitta qadamingizga yozilgan, nechadir soniyaga uzayadi, nechadir kaloriya yo'qotasan deb. Juda ham ajoyib. Bu yoqda tarixiy ko'rgazmalar bor ekan. 6-etajga chiqdim. Choynaklar. Bular nima endi? Nimadirlar.
qanday ma'no beradi bilmadim, lekin bu yoqda haykal bor. Social science. Bu lift. Yuqorida kutubxona. Yuqoridan tushdim hozir. Bu yoqqa kirib, to'g'ri pastga tushdim, chunki bu yoqda ko'lni ko'rmasak bo'lmaydi. Mana o'sha ko'l. Kichkinagina, ixchamgina. Lekin juda ham chiroyli. Pastga tushish uchun bu yoqdan menimcha noqulay. Aylanib kelaman ekan. Yo'q, bu yoqda zina bor ekan. Zinadan tushamiz. Juda ham chiroyli. Menimcha bu yoqda fontan bo'lishi kerak. Yoqilsa yana ham chiroyli bo'lsa kerak. Atrofda skameykalar bor. Bemalol o'tirib, kitob o'qib, muloqot qilib o'tirsa bo'ladi. Lekin manzara ajoyib. Sun'iy ko'l. Ixchamgina, undaqa chuqur emas. Lekin haykal zo'r tushgan. Yana ham yaqinroqdan. Lekin zo'r, chiroylikkina joy. Endi yana davom etamiz. Bu yoq asosiy kirish joyi. Asosiy kirish joyimi yo'qmi bilmadim, lekin men shu yerdan kirdim. Menimcha boshqa tomonda bo'lish kerak. Asosiy, ya'ni main gate. Tepadagi, yuqoridagi binoga kirib ko'rdim. Bu yoq kutubxona va yana yuqoriga qarab yurishda davom etamiz. Universitet yuqoriga qarab davom etadi. Binolarga kirib, yuqoriga qarab chiqib ketaveramiz. Koreyada o'qisangiz, albatta zinalarga moslashishingiz kerak. Chunki zinalarsiz universitetlar qiyin. Bunaqa universitet topish. Bu kampusga kirib ko'rdik. Bu College of Education, Social Science, fontandan oldin kirgan binoyimiz. Bu yoqdagi bino juda ham chiroyli ko'rinyapti. 1847. 1847. Juda ham ajoyib. Low School ichidaman. 1847 bo'lsa, kafe shop ekan. Odam ko'pligiga olish noqulay. Bu yoqda oshxona bor ekan. Low School, birinchi etaj. 1847 bu yoqda edi. Kafe shop, dars qilishyapti, kofe ichishyapti, lekin odam ko'pligiga kamera bilan kirish biroz noqulay. Low School 13-qavat. Bu yoqda asosan lecture roomlar. Faqat ochiq yo'q ekan, ochiq bo'lganda kirib ko'rardim. Tashqariga chiqsa bo'ladimi? Yo'q. O'n ikkinchi qavat, o'sha bir xil xonalar. Bu yoqda faqat professorlar xonasi ekan. Hammasi professorlar. Low Schooldan tashqariga chiqdim. Manzara shunchaki wow. Bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Low School tashqarisida mana shu haykal turibdi. Adolat. Juda ham ajoyib. Eng qiziqarlisi bu manzara. Juda ham katta bino ekan.
Men birinchi kirganimdagi bino bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q, emas. Kutubxonalar уже bu yoqda qolib ketdi. Bu yoq уже butunlay boshqa bino. Pastda ham har xil maydonchalar, manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Yuqorida terrasa bor ekan. Terrasaga ham chiqib ko'ramiz hozir. Yuqoriga chiqib. Lekin zo'r. Juda ham ajoyib. Bu yoqlar ham ochiq terrasa, qayergacha boradi bilmadim lekin. Qayergacha boradi bilmadim. Lekin juda ham ajoyib. Men bo'lmasam hozirgi katta binoga albatta kirib ko'rishim kerak. Bino shunchaki juda ham ajoyib. 310-bino ekan, kelsangiz raqam bilan qidirib topa olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan kirdim men. Pastdan chiqish uchun ham yo'l bor. Juda ham ajoyib. Yuqoriga 12 ta, pastga 6 ta qavat bor ekan. Biz yuqoriga chiqamiz. Bu yoqda qaniydir sentrni ochilish marosimi bo'lyapti. Qanaqadir yangi qurilgan yo'nalish, fakultet, bilmadim. Ochilish marosimi bo'lyapti bu yerda. Bular professorlar bo'lishi mumkin. Zo'r. Ochilish ustiga chiqaman deb hech o'ylamagandim. Bu yoqda juda ham chiroyli manzara bor ekan. Binoga gap yo'q. Juda ham zamonaviy. Har joyda dars qilish mumkin. Yuqorida startup zonalari, kofe shoplar. Juda ham ajoyib. Menimcha brend shop ham mana shu atrofda bo'lishi mumkin ko'rinishidan. Donors Wall. Yuqoriga qarang. Shunchaki zinalar joylashuviga. Ajoyib. Uzoqdan e'tibor bering, 100 raqami ko'rinib turibdi. Kichik rasmlardan ishlab chiqishgan. Chunki 100 yildan oshgan bu universitet tashkil topganiga. Shuning uchun ham menimcha 100 raqamini qo'yishgan. Lekin atmosferaga gap yo'q. Kafega ochirtda turishibdi. Terrasaga chiqdim. Pastdan terrasa deb shu yerda aytgandim. Terrasa emas ekan, asli boshqa tomondan kelganda bu yoq ham ko'cha ekan. Boyagi futbol maydoni. Chungang University, CAU. Xuddi logotipga qarang, Central Asian University deganga o'xshaydi, lekin Chungang University. Lekin binoning ichiga gap yo'q. Juda ham zamonaviy bino, hamma sharoit bor. Qurilishiga, dizayniga ham gap bo'lishi mumkin emas. Yana ichkariga kirib tepalarga chiqib ko'raman. Yuqoriga chiqdim. Menimcha bu yerda ham job fair bo'lyapti. Pastga e'tibor beramiz. Menimcha job fair. Bu yoqda to'r bor ekan, men yaxshi ko'rganmikin deb o'ylagandim. Lekin zo'r. Xavfsizlik. Yuqorida ham to'r bor. Yana tepaga qarab davom etaveramiz. Lekin juda ham ajoyib, boshqacha qurilgan. Bu yerlar o'tirib dars qilishlari uchun maxsus joylar ekan. O'zgacha dizaynda qilingan.
nima doskalarga bo'lsa har xil rasmlar chizib tashlashgan. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Menimcha Koreyada bo'lsangiz yoki Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz juda ham ko'p uchratasiz. Targoviy sentrlarda, universitetlarda ham xuddi shunday joylar bor. Ya'ni qaniydir favqulodda vaziyatlarda to'liq izolyatsiya bo'ladi, yopiladi. Yuqorida ko'rinyapti, pardaga o'xshash metal nimalari bor, devorlari bor. Mana shu devorlar pastgacha tushib, zona to'liq yopiladi. Odatda bilsangiz targoviy sentrlarda shunchaki eshiklar bor, ba'zi joylarda shunchaki eshikni o'zini qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Exit deb yozilgan, lekin shunchaki eshik, ya'ni eshikni yonidan o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Xuddi mana devorga o'xshash eshik bo'ladi. Prosta eshikni yonidan o'tsangiz ham bo'ladi, ichidan kirsangiz ham bo'ladi. O'sha eshiklar aynan shunaqa favqulodda vaziyatlar uchun qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni atrofida devorlar yopilganda faqat ana o'sha eshiklardan kirib chiqish mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday, bizning universitetlarda ham, boshqa universitetlarda ham xuddi shunaqa xavfsizlik tomoni o'ylangan. Mana pastda chizig'i bor. Mana shu chiziq bo'ylab devor yopiladi. To'g'ri pastki qavatga tushdim. Bu yerda bo'lsa har xil kafelar, fast foodlar joylashgan. Mana bu yerdan zakaz qilishyapti. Brend shop shuni ichida ekan. Ajoyib. Binodan tashqariga chiqdim. Manzara zo'r. Faqat pastga ketaveramiz endi. Bu kutubxona, bu kelgan yo'limiz. Shu yerdan pastga tushib ketgandim men. Bu zdaniyani ko'rdik. Bunaqasi aylanib, bu yoqdan kirib, bunaqasi chiqib keldim. Bu yuqorida kirib ko'rgan binoyimizni boshlanishi ekan. Bunga ham 310 deb yozilgan. Tepadagi binoga ham, baland binoga ham 310 deb yozilgan. Shuni boshlanishi, mana shuni ichidan shu tepagacha chiqib ketsa bo'ladi. Bunga kirmay qo'yaraman. Bu yerda boyagi kutubxonamiz. Markaziy kutubxona. Yana shu tomonga qarab, menimcha davom etganimiz ma'qul. Boyagi zdaniya. Anchagina studentlar ko'p. Studentlar anchagina ko'p. Bizning universitetda agar qaniydir tadbir bo'lmasa, boshqa vaqti yo'llarda bunaqa ko'p student ko'rish qiyin. Boyagi kafe shop 18:47. Ichkarida odam ko'p ekan degandim. Xuddi o'zi. Bu zdaniyaga kirib ko'rdim. Adashmasam Law School. Law School. Law Schoolga kirdik. Bu yerda kafe shop, ichkarida odam ko'p. Shunga kamera bilan kirish noqulay. Bu yerdan kelgandim. Mana shu zdaniya menga juda ham qiziq tuyulyapti. Yuqorisida universitetlarga etib tushirilgan CU. Kirib ko'ramiz. Universitet yaxshigina katta ekan. Yaqin orada bunaqa katta universitetga borganim yo'q hali. Lekin anchagina katta. Binolar zid joylashgan, lekin ko'p. Universitetda bino ko'p. Qaniydir ma'noda cho'zilib ketgan universitet. Yuqoriga qarab ketaveradi. Ba'zida ana shunaqa raqamidan ajratilmasa, ajratish ham qiyin. Bu kampusga qarashlimi yo'qmi? Chunki ko'cha bilan ham bitta bo'lib ketganda. Bu yoq уже menimcha aholi turar joy. Birinchi ko'rgan zdaniyamiz to'g'rida. Hozir mana shunga qarab ketyapman. Shunga kirmoqchiman. Mana endi universitetda asosiy kirishiga keldim.
yoqda kirish bo'ladigan bo'lsa, hozirgi pastdan kiraman deb kelayotgan zdaniyam mana to'g'ridagi boyagi 310-zdaniya ichiga kirib ko'rdik. Bu yoqda kartasini ko'ramiz. Mana karta. Hozir mana shu joyda turibmiz. Mana to'g'rida 305 yonimizdagi zdaniya, 301. Mana bu zdaniya 301. Xullas karta mana shu. 204 menimcha kutubxona. 204 o'rtadagi boyagi kutubxona. Shunday qilib mana shu yerda 2-3 binoga kirib sekin yakunlasak bo'ladi ekan, chunki universitetni deyarli ko'rib chiqdik. Yana kirgan joyimizda bir ikkita ko'radigan joylar bor. Bu boyagi kichkinagina ixchamgina ko'l. O'shami? Yo'q. Ko'l mana bu yoqda ekan. Mana ko'l. Men kirgan joyim qayerdan kirdim? 138. Bu yoqdan kirdim men. Mana 102, 101. Shuni oldidan kirdim. Bu yoqda yashil maydon, fontan, DB binolar. Bu adashmasam nima? Kasalxonasi. Chungang Pyongmon. C Pujo House. Bilmadim, yotoqxonamikin. Bu yoqda ham maydon bor ekan. Yana davom etaveramiz. Hozir mana shu binoni ko'rmoqchiman, 301. Studentlar oqimiga ozgina e'tibor beramiz. Buni qarang. Binoning kiraverishida zdaniyani oxirigacha chiqdim. Bu yoqda lecture room bor ekan. Bu yog'i ham qanday xona bor. Bu yoqda odam bor ekan, kattaroq lecture room bu yo'q ham. Hozir tozaroq oyna topsam ko'chani ko'rsataman. Chunki anchagina yuqoridaman. Oynalar anchagina xira. Yo'q, oynalar ancha xira. Mana, ko'rsatishga harakat qilaman. To'g'rida Hanriver. Bu yoqda qaniydir remontga o'xshash nimadir bo'lyapti, ustalar ishlayapti. Ustalar bor ekan. Men o'quvchimi deb o'ylayman. Yuqorigacha chiqib qaytdim. To'g'rida e'tibor bersanglar, avtobus kutyapti. Bu universitet o'zining avtobusini kutishyapti. Universitet bo'ylab kampusdan kampusga o'tganda binodan binoga shu avtobusni kutishadi. Odam anchagina ko'p. Bannerlar zo'r joylashtirilgan ekan lekin. Asosiy kirish joyi. Hamma kampusga shu yerdan o'tib ketishyapti. Odam juda ham ko'p yuryapti. Hamma e'lonlar shu yerda beriladi. Zo'r. Men yana o'zim boshlagan joyga qaytib ketyapman. Bu kirib ko'rgan zdaniyamiz. Orqaga qarab ketyapman. Yana hozir kutubxonaning oldidan o'sha boshlagan joyimga qarab tushaman. Menimcha sekin yakunlasak bo'ladi. Asosiy binolarga kirdik. Hamma binoga kirib ko'rish juda ham ko'p vaqt oladi. Lekin asosiy qiziq ko'ringan oldimizdan chiqqan binolarga kirib ko'rishga harakat qildim. Endi sekin yakunlasak bo'ladi.
Agar qiziqtirgan savollar bo'lsa, yozib qo'ysanglar, yo'nalishlar bo'yicha, qabullar bo'yicha farqi yo'q. Universitetga aloqador savol bo'lsa, o'zim bilmasam ham qidirib topib, javob berishga harakat qilaman. Yana davom etamiz sayohatlarni. Hammaga rahmat.